Новинка mahsulotimiz kollagenli maskani ko'rsatib bermoqchiman, ya'ni ishlatib ko'rsatib bermoqchiman. Распаковка time deydi-ku. Qaranglar, bu oddiy maska emas, qizlar. Kollagenli maska. Kollagenli, ya'ni lifting beradi. Kollagenli maska plyonka aynan ajinlarni tortib beradi. Mana qizlarjonlar, gapirishga ham juda ham xijolat odam. Chunki уже qotib qoldi yuzim, absolyutno lifting berar ekan. Tarrang bo'lib qoldi. Aksiga olib ofisda spreyim ham yo'q edi, namlantiruvchi. Bu maska yana nima qilib beradi? Chuqur namlantirib beradi qizlar. Yuzingizni. Aynan ajini bor qizlarimiz uchun ko'p tavsiya qilinadi. Albatta buni uyingizda qilganingizda bo'ynalaringizga ham suring, bo'yningizdagi ajinlarni ham tortib beradi. Qizlar, mana maskani уже tozalab yuvib oldim. Endi nima qilamiz? Aynan ICO seriyasini toniki bor. Bu tonikini yuzimizga sepib namlantirib olamiz va imенно ICO seriyasini muz kremi bor. Muz geli, bilinglar, maskasi kollagenli. Aynan menda hammasi bor. Hozir penkasi, maskasi, toniki va kremi qizlar. Mana shunaqa qilib bir xil seriyadan oladigan bo'lsangiz va albatta tonalkasi ham bor. SPF kasi 15. Mana menda muz krem ozgina qoldi, chunki men уже buni ishlatib bir oydan beri juda ham zo'r issiq kun boshlanishi bilan ishlatishni boshlagandim. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ichida mayda oq muzchalari bo'ladi, mana ko'rib turganingizdek va yuzingizga surib olasiz. Yana ham yuzingizni muzlatadi.